Hürmetli kitap anlayış tübedeki temsilciler, Ulug'bek Hazinesi namlı kitapның birinci kısım 9. mavzunu başlayımız. Kulaklarına kitapta olsun. Mirza Ulug'bek yanıla tünügünkidek at oynatıp aldıda ketip atatdı. O mingen Arap tulparının keng kökrekideki yakut ve le'el qatalgan altın qalqanchisi aptapta chaqnab ko'zni qamashtiratdi. Üstüdeki zerbap yepinchisi cho'g'dak valildaydi. Peshonasiga tushib turgan yaladagi marjon tiziqlari silkinib, kumush egarning oltin halqalari yiqimliq jaranglaydi. Biroq yiqimliq muzikadek bu sada Mirza Ulug'bekning quloqiga kirmaydi. O hamon xiyol dengizida sho'ng'ib yuradi. Akşam Mirza Ulug'bekning qalbida ko'tarilgan shovqin bugun pasayib, dilini qandaqdir bir beparvolik tuyg'usi band qilib olgan edi. O faqat bir narsaga, ya'ni patroq jang bo'lmaganligiga, o'g'lini bir ko'rolmaganligiga pushaymon qiladi. Tünügün o jang qilishni ko'ngliga pukib qo'ygandan beri nima uchundir kallasidan bunu xiyol neri ketmedi. Urush bo'lsa, shahzoda bilan yuzma-yuz uchrassam, uning ko'ziga tikilib qarasam, muddaosini bilsam, uningdan keyin mayli, uning qo'lida o'lsammi armonim yo'q. O qaysi yuzi, qaysi vijdoni bilan öz atısının yaqısıga esilyapti. Şunu bilsem bas. Keyin mayli, nima qilaman desa, ixtiyor shahzodaning o'zida. Mirza Ulug'bek bu o'g'lini nima uchundir bola chaqlarida yaxshi ko'rmaydi. O'g'lim deganda yuragi pish qilmaydi. Uningga mehri yo'q edi. Şahzade tug'ilibla Yiroq Hirotda anisi Gühershot begimning tarbiyasida bo'ldi. Gühershot begim uni Hirot sarayida o'z qo'li bilan tarbiyalab voyaga yetkazdi. Biroq Xudo panoh bersin, bo'zi Shohrux Mirza vafotidan keyin shahzoda Aloiddavla bilan toj taxt talashgan Abdullatif o'zini beqib cho'ng qilgan anisi Gühershot begimni tutqun qilib qamab qo'ydi. Mirza Ulug'bek buni anglab, quyuq sochlari tik turib ketgan bo'lsa-mu, o'z pushtidan bo'lgan farzandi bo'lg'achqa yanada sabr qildi. Lekin shahzoda Aloiddavla Abdullatifni tutib olib, ixtiyoriddin qal'asiga qamab qo'yganda, u zodila chidab turolmay, qo'shin tortib Xorasonga bordi. Mirza Ulug'bek shu chog'da nima uchun Abdullatifga bulishdi? Nimishqa Balxni uningga in'om qildi? Mirza Ulug'bek alamlik bustidan nafsi qisilayotgandek tortdi-da beshini ko'tardi. Oqshomgi izg'irin shamol pasayib, quyosh daraxt bo'yi ko'tarilgan edi. Çoğun karvan yolunun iki yenideki küçük edirlarını çirikler ilgilen bulup, hem miyak, işek, keçir, tügüler bilen tulup ketken idi. Aldıdaki nökerler ve yasavullar at oynatıp, yoldaki çiriklerini çetke heydeydi. İşek ve keçirlerini rasa kamçılaydı. Kılıç ornada aypalta ve tayak tokmak götürgen, Çirikçi kiyim ornida başlarına kiygiz telpek, üstüge eski çekmen çapan ve keng şalvur kiygen namrat dihqanlar aldırmay tinimey özlerice kayışıp asta yol boştattı. Kural ornida tayak tokmak götürgen. Ömrüde jang cidel körmegen bu bir azar dihqanlar şahzadenin selkem 50.000 kişilik qo'shiniga taqobil tura olmabdi. Ularni kim, nima uchun yig'di?
Mirza Ulug'bek saroymenni chaqirib, chirik boshlig'iga dehqonlarni tarqitib o'tish to'g'risida farmon tushirishni topshirdi-da, taqatsizlikdan yo'l qo'nayotgan oq tulpurni qamchilab ilgirlab ketdi. Peshinga yaqin oldi tarafda qizg'ush tus olgan bog'lar orasida Dimishq qishliqi ko'rindi. Dimishqdan toki Samarqandgacha bo'lgan oralikda bog'lar bir-biriga tutishib ketgan bo'lib, butun jahon go'yo son sanoqsiz gulxan orasida lavuldab yeniyotgandek ko'rinadi. Dimishqdan sal o'tganda oftobda ajoyib manzara hosil qiladigan Bibi xonim maqbarasining havorang gumbuzi ko'rindi. Uning sal berisida Ulug'bek madrasasining egiz peshtoqlari vazildab turadi. Uning sol tarafida ko'kka taqashgan go'r amir munorlarining tilla rang bo'yoqlari nafs jilvalanib turadi. Mirza Ulug'bek bog'lar orasida g'ilpal ko'rinib turgan suyumlik shahriga zo'qlanib qarag'anida ko'ziga ixtiyorsiz holda yosh keldi. Dod, kindiq qini to'kilgan, baxtlik balalik davri o'tgan vaovat qilaman deb borliqini baxshanda qilgan bu suyumlik shahri qo'ldan ketami? Butkul jahonga mashhur rasadxonasi-chu, faxri iftixori bo'lgan madrasa-chu. Afsus. Uning ilm ma'rifat yo'lidagi 40 yillik ajri bekorga ketami? 40 yil to'plagan nodir xazinasi-chu, shogirdlari-chu. Ularning taqdiri qandoq bo'lar? 40 yil urush ko'rmagan bu el yurtning butkul mavara unlarining kelachagi qandoq bo'lar? Yuragi o't bo'lib yangan Mirza Ulug'bek arg'imiqini ochiq qamchiladi. Qamchisizmi taqatsizlanib tipirlab turgan oq tulpar yugunini tishlagunicha burgutga o'xshash yer beg'irlab uchgandek chepib ketdi. Uning qalbidagi alam to'lqinlaridan xabarsiz amir sarkardalar hayron bo'lishib bir-biriga qarashdi-da, ularmi otlarini qamchilashdi. Dimishqqa yetib bormaydi. O'ng tarafdagi tuzdanlikda bog'i jahon ko'rindi. Egiz tamlar bilan qo'rshalgan bu cho'ng bog'ning o'ttirisidagi sutdek oppoq haybatlik bino ko'zga chaliqdi. Bu ise Amir Temur cho'ng yurishlarning qaytganida Samarqandga kirishdan avval mushu bog'da qo'natdi. Oldida uchiqqandek ketayotgan Mirza Ulug'bek qandoqdir bir tuyg'uning turtkisi bilan etining beshini bog'i jahon tarafga burdi. Darvozadan boshlangan keng yo'lda g'azongdan qizg'uch poyandoz silingan edi. Shoxlaridan chiris-chiris uzilib tushayotgan yupurmoqlar havoda unsiz uchib, yerga xuddi qushlardek nazokat bilan qo'natdi. Ko'rkam bino oldidagi gulzor va gulzor o'tirisidagi cho'risi marmardan yasalgan ko'lchak g'azonga to'lgan bo'lib, faqat uzum yupurmoqlarla texi to'kilmagan edi. Egiz bedishlardagi shoxlarda har bir sepi atning kallasida keladigan üzümler qora marvoyitdek yaltirab turadi. Mirza Ulug'bek oldiga chiqqan yasovulga etining chulurini tutqizdi-da, keynida kelayotganlarni kutib turmayla cho'ng yo'lni bo'ylab mangdi. Yo'lning oyig'idagi anarliq do'ngning yan bag'rida süp-süzük buloq suyi shildirlab eqivatadi. Mirza Ulug'bek buloq bo'yida tizlanib o'ltirib, muzdek suvda tahorat oldi va mo'd to'nini buloq bo'yidagi sarg'ayishga boshlagan chimliqqa yepib, namoz peshinni o'qidi. Keyin nima uchundir mayuslangan holda xiyol surib uzoq o'ltirdi va balalik chog'larini esladi. O texi kichik bola edi. Bir qitim uzun safardan qaytgan bovisi bu bog'da bir ikki hafta turdi.
Suyumlik momusi Saraymilik xonimning havorang ipak chediri dal mushu buloqning bo'yiga tikilgan edi. Uning atrofiga ko'k, och qizil ranglik kichik chedirlar joylashgan bo'lib, ularda xushxuy, nazokatlik yosh kenizaklar va baqovullar turishadi. Chedirning keynidagi bedilikda oq baytallar bog'liqlik turadi. Baytallardan sal nariroqda kiyikka o'xshaydigan taychoqlar kishnashib yuradi. Mo'misi Saraymilik xonim har kuni atiganda Muhammad Tarag'ayni shu taychoqlarning yeniga elib boradi. Saraymilik xonim yuzi keng, burni tugmidak, ko'zlari qisiq ayol bo'lsa-mu, uning semiz badani, üstü beshidagi esil kiyimlari ve nazik zinnet buyumları hem gap sözlerinden acayip bir gurur ve iftihar çıkıp turadi. Hemmesi onundan haqiqat. Onun gepi gap bo'ladi. Bo'libmi? Onun mamuqdek yumshoq qo'llari, yaqut ko'zlik, qo'sh altın üzükler silingan uzun appak barmoqlari Mirza Ulug'bekka bilekçiler yaqatdi. Mo'misi shu qo'llari bilan uning boshlarını silab erkilatganda u erib ketib, o'zini mo'misining qo'yniga atatdi. Ba'zida mo'misi pashtama tatib, chedir yendiki semiz baytallarni o'zi sag'atdi. Sütni alayda torsuqqa qachilab, qiyamiga yetkizib, qimiz ichitatdi va uni muzdek buloqqa tashlab qo'yadi. Gayda bovisi Emir Tümürmü bu qimizni ichkili havorang chedirga kiradi. O xili aqsimi hasi tayanmay, qaddini yigitlardek tik tutib, xuddi bir yoqqa aldiravotgandek tez mangadi. O hech qachon esilkinmaydi. Tomuz küldürümü tügüyünüdün toqulgan sarg'ush chapinini kishib yuradi. Oltuganda chapinining peshi bilan aqsaq putini yepib tizini silaydi. Bovisi Emir Tümür at yuzlik, ilmek burun, kak saqal kishi bo'lib, onundan hammasi haqiqat. O shalang qoshlarini bir yerga yig'ib, o'tkir ko'zlar bilan tikilib qaraganda hech kim onunga tik baqalmay ko'zini qochiradi. Onun kelayotganligini ko'rgan har qanday odam turgan yerida qo'l qovushtirunicha turib qoladi. Lekin shunisi qiziqki, Shakichik Muhammad Tarag'ayni ko'rganda bovisining qapoqlari ichilib, chiroyidagi sur bo'lakcha bir muloyimlik bilan almashib, o'tkir ko'zlarida sho'x uchqunlar chaqnaydi. Odatda o nevresini etigida o'ltig'izib erkilatadi. Ba'zida mudarrislarni chaqirtib kelib, nevresining o'g'inish ahvolini surishtiradi. Mudarrislar Ulug'bekning o'tkirligini maqtashsa, bovisi nevresining kang peshonasiga suyib kulib qo'yadi va "Barakalloh sizga, Emir Tümür evladidinmi Harun Reşit'dek bir alim padişah çıksın da" deb qo'yadi. Ba'zida buning aksicha nevresinin kitap o'qiyotganligini ko'rib qolsa, quyuq chochlari tik turib nökeriga "Elib chiq buni, at minsin, qilichbozlik qilsin" deb buyruq qiladi va qapoqlarini turib, nevresining mashqini diqqat bilan kuzatadi. Ulug'bek atni chabdaslik bilan minilmasa yoki qilichbozlikqa kalampaylik qilib qo'ysa, dar g'azabga kelib, oddiygina po'lat g'ilibidan qilichni oladi-da, ko'zlari o'tdek yinib, yenida kim bo'lsa, shuning bilan qilichbozlik qilishga tushib ketadi. Mirza Ulug'bek bir to'p suvarining cho'ng yo'ldan at chepib o'tganligini sezib, asta o'rnidan turdi-da, ajablangan holda atrofiga qaradi va "Manga nima bo'lgandi? Mushunda xatarlik paytda acaba balalik chog'larimni eslab o'ltirib qoptiman-ku. Hokimiyat g'amini yemay, shirin xiyol qaynimida üzüp yuribdiman-ku" deb
o'yladi. Mirza Ulug'bek qizg'uch poyandoz silingan yo'l bilan asta minib qaytib ketib etib, darvozaning yonida qora terga cho'milgan bir necha otning turganligini ko'rdi. Binodan chiqqan Shahzoda Abdul Aziz bilan qo'lida maktub tutgan Shayxul Islom Burhoniddin aldirab tinib uning oldiga keldi. Yana shum xabar deb o'yladi Mirza Ulug'bek. Qayerga yurdingizkin ulug' shohim, dedi Shayxul Islom hasirab hömideb. Emir İskender Berlas chaparman deb aytibdi. Yana qanday xush xabar? Mirza Ulug'bek to'xtab maktubga qo'l uzatdi. Sariq qog'ozga aldirab yozilgan bu xatda Emir İskender Shahzoda Abdulatifning oldi qo'shinlari pistirmadan chiqib, markaziy qo'shinlarga hujum qilganligini ma'lum qilgan edi. Emirning xabar qilishicha, Shahzodaning qo'shinida pilma bormish. Bu pilla uning chavandozlariga tahdid solganlikdan u poytaxt tarafga chekinishni muvofiq ko'rganmish. Mirza Ulug'bek xatdan ko'zini uzib, o'g'li bilan Shayxul Islomga qaradi va amdila binoning yeniga kelib turgan bir to'p saroy mulozimlarini ko'rdi. Mulozimlar orasida Mirza Ulug'bekning jiyanlari Shahzoda Abdullah bilan Abu Said Mirza turadi. Zarbab to'nining ichiga atliq askarlarga xos savut, boshlariga oltin kanarliq dubulg'a kiygan bu ikki shahzodaning ko'zlaridan ikkilanish, harakatlaridan taqatsizlik chiqib turadi. Ajaba, suvarichi savutlarni kiyib, keng kamarlarga oltin qilich asqan bu saroy ahlilari nimishqa buncha bo'la titraydi? Nimadan qo'rqadi? Agar shahzodadan qo'rqsa, nimishqa Amir Sultan Shah Tarxonga o'xshash shahzodaga taslim bo'lmaydi? Mirza Ulug'bek ovozini qasddan yuqori ko'tarib, Shahzodaning lashkarlari hujum boshlabdi. Uning qo'shinida pilma bormish, deb so'radi. Shayxul Islom Burhoniddin chiroyi tatirib, beshini qimirlatib qo'ydi. Qudratli shohim, qandoq farmon berurkin? Mirza Ulug'bek miyiqida kutib qo'ydi. Alloh taolo peshonimizga nimani tutgan bo'lsa, shuni ko'rurmiz, taqsir. İnşallah taliyingiz o'ngdan kelgay va illa urushimiz. Shayxul Islom kek soqolini tutamlab bosh chayqadi va boshqalar anglab qolmasin deganda qilib, poytaxtga qaytmoq lozim ulug' shohim, dedi asta. Qal'a mustahkam. Mirza Ulug'bek asabiylashib, hayhot, dedi. Shahzodada palaxmon bor. Taqsir. Bütün şehir veyran buldu. Bütün şehir. Vallahi alem bis sevab. Velakin şehrini alınmaz sultanım. Cimiki mescitlerde hutbe okutumen. Barış fukra hareketinde kudretli şahim. Mirza Ulug'bek cevap vermedi. O Shayxul Islom Burhoniddinning samimiyligidan gumon qilmaydi ve hazırki bu yaman vaziyette Samarqandga chekinib berib, darvozalarni itibilishdan boshqa amalning yo'qligini biladi. Shundaqla oziq-tulik tal qilinmay turib, shaharning zo'r qo'shin tarafidan uzoq muddat qamal qilishga bardoshlik berolmaydiganligini tushunadi. Biroq uning tomirlarida bovisining qini eqib turg'achqa qilich yalang'ochlab jang qilg'usi. Bu satqun lashkar boshliqlari oldida o'zining Amir Temurning nevrasi ekanligini ve asallıkça can vermeydiğallıqını bir körüstüp qoyğusi, Şahzadə bilen yüz uçraşqısı ve onun bilen sözleşkisi keledi. İzahat, palaxman qadimki zamanda çoğun urushlarda işiltadigan taş etish quroli. Shahzodaning oldi qo'shinlari davondan o'tib hujum boshlaganmish. Bovisi Amir Temur bundaq sharoitda avval dushmanning oldi qo'shinlarini o'tkazib etib, andin o'ng va so'l qanot qo'shinlari bilan ularni qo'rishib olib, qopqonga tushirdi. Agar dushman qo'shinlariga yordam kelsa, zapas turgan qo'shinlarni ishqa solib, biroqla qirib tashlaydi. Lekin hayhat, o hech qachon qobiliyatli sarkarda bo'lgan emas.
va lekin yo'q, umi jang qiladi, urushmay turib jon bermaydi. Qudratli Shohin o'ylab ko'rmak lozim taqsir. Mirza Ulug'bek qo'shinmasini turgunicha bino qarab maqdi. Yo'lda turgan shahzodalar aldirab tinib uningga yo'l berdi. Binoning ikkinchi qavatidagi tomlari havorang sapal parchalar bilan bezalgan cho'ng uyga shoy ko'rpalar silinib, o'ttirg'a shira ustallar qo'yilgan edi. Shiralar mayliq non, meva, pishirilgan g'oz va kebablar bilan to'lgan edi. Mirza Ulug'bek o'lishdan avval bazmi jam ish deb o'yladi va miyig'ida kutib qo'ydi. U to'rda bir zamonlarda buvisi Amir Temur o'ltirgan joyda o'ltirib, pagoda ta'zim qilib turgan baqovul qarab, "Meykel tur" deb buyurdi. Lekin meyni ichish uningga nisib bo'lmadi. Baqovul chiqib ketgandan keyin Mirza Ulug'bek amdila rusunib o'ltirishi bilan saroydan kirib, yana bir maktubni sundi. Bu maktubni suyumlik nökürü Baba Hüseyin evetken bulup, onundaki haber bayıqı mektuptan mu vahimilik idi. Yani Şahzade'nin on ve sol kanat koşulları ucumunu tizletip, Emir Sultan Candar bilen Emir İskender Berlas'ın koşullarını kapkanğa düşürmekçi buluvatqanken. En yamani Emir Sultan Candar qayak kudur keçip gitip, koşunda yalğız Emir İskender Berlas qalğan iken. Baba Hüseyin bunu ma'lum qilib, Mirza Ulug'bekka Samarqandga chekinishni maslahat bergan. O'zi Amir Iskandar Barlas bilan birlikda Dimishq atrofida urush qilib, Shahzodaning lashkarlarini to'sib turmoqchi bo'lgan ekan. Ahvoldan qaraganda Shahzodaning qo'shinlari 2-3 parsax yerga kelib qolgan. Mirza Ulug'bek qandoqli bo'lmasin bir qarorga kelishi va uni darhol ijro qilishi lozim edi. Lekin u yanala urush qilish, Shahzoda bilan yuzma-yuz uchrashish istigi bilan o'rtinatdi. Lekin Baba Hüseyin evetgan xatni o'qigandan keyin kallasida boshqa bir xiyol kechdi. Poytaxtga qaytib berib, darvozalarni taqib olib, Shahzoda bilan sulhiy shartnomasi tuzsam qandoq bo'lar? Yo'q. Shahzoda mening taxtda o'ltirishimga ko'nmaydi. Biroq menga toj taxt asla kerak emas. Shahzoda mening rasadxonam va madraslarimga tegmasa, mening ma'rifat yo'lidagi ishlarimni man'iy qilmasa va xotirjam o'ltirib, ilm-fan bilan mashg'ul bo'lishimga yo'l qo'ysa, shuning o'zili kifoya. Menga bulardan boshqasining yana nima keragi? Biroq Shahzodani bu shartlarga ko'ndirish uchun fuqarolarni safarbarlikka keltirib, mudofiaga o'tish lozim. Mirza Ulug'bek baricha ikkilinishlarga xotima berib, to'rda jim o'ltirgan Amir Idris Tarxonga qaradi. Izohat: parsax uzunlik o'lchami taxminan 7-8 kilometrga teng. Mirza Ulug'bek baricha ikkilinishlarga xotima berib, to'rda jim o'ltirgan Amir Idris Tarxonga qaradi. Siz Dimishqda qilib İskender Berlas'tan lashkarlariga yordam bergaysiz, Amir. Kalningiz kessimi? Bugun Shahzodaning lashkarlarini chekindirgaysiz. Farmonim ayon bo'lganda, ayon bo'ldi ulug' shohim. Amir Idris Tarxon to'nining ichiga kishib olgan savutning halqalarini sharaqlatib ta'zim qildi. Mirza Ulug'bekning uyqusizlikdan yumilgan ko'zlari chaqnab, o'g'li Abdul Azizga qaradi. Sen ikki shahzodani elib, derhal poytaxtga mang'aysan. Miranshah Dorg'uga oliy farmonni yetkiz. Baricha beg amaldorlar derhal Ko'ksaroyga yig'ilsin, kengash qilamiz. Mirza Ulug'bek aldirab o'rnidan turdi-da, jamdagi meyni bir o'tlashida tugitib, hech kimga qaramay uydan chiqib ketdi. Kun o'ltirgan bo'lsa-mu, atrof texi yo'q edi. Tushda pasayib qolgan shamol yana kuchayib, sovuq ham yiqimsiz bo'ronga aylanmoqda. Yer jahon chang to'zon va osmon palak ko'tarilgan g'azonlar bilan to'lib ketgan. G'azonlar xuddi quyunda qolgan qushlardek
havada tinmay aylanıp, yüz közlerini aymay savadaydı. Qalbidagi alam toshqini bilan elishib kelayotgan Mirza Ulug'bek Dimishqdan chiqibla yulqinlayotgan oq tulpurning tizginini quyuvatmoqchi bo'ldi-yu, bunda qilsam yenimdagilar boshqa tushunib qolmasin degan o'y bilan otning tizginini tortdi. Dimishq bilan Samarqandning oraliqi yiroq emas, ko'p bo'lsa 2 parsaq keladi. Dimishqdan o'tsa Bag'dod, uning nerisida Qohira qishloqi edi. Bu qishloqlar bir-biriga tutishib ketgan bo'lib, hammasi bog'varon, üzümzor va anorliq edi. Lekin hozir bog'lari tutishib ketgan bu qishloqlarmi egisiz qolgan mozorliqdek cho'llashib qolgan edi. Odamlar qayoqqadir qochib ketgan va yushiringan. İki tarafi so'qma-tom bilan to'silgan tor ko'chalarda, hatto bozor rastlardimi odamzod ko'rinmaydi. Faqat hosi tayangan buvaylar, egisiz qolgan mol chorvalar va lolma itlar anda-sanda uchraydi. Qorong'u tushib ketayotganlikdan taqatsizlangan Mirza Ulug'bek etiga qamchi urdi. Dal shu chog'da Qohira qishloqining bog'lariga kiradigan yerda ot tuyoqlarining düpürlagan ovozi anglanib, allaqandoq g'avg'o ko'tarildi va ilgirilab ketgan navkarlarning qattiq varqirashlari eshitildi. Keyin bir to'p chavandoz ot choptirib kelib, Mirza Ulug'bekdan nariroqda to'xtadi. Mirza Ulug'bek qilichini qinidan chiqardi. Kim? Ulug' shohim afu qilg'aylar, biz poytaxtdan qaytib keldik. Arqama-arqa ot choptirib kelgan Shahzoda Abdul Aziz bilan sovuq chiroy saroyining arg'umoqlarini dibitib oldiga o'tdi. Qudratli shohim, so'zla. Darvozalarni taqib olibdi. Muttahamlar darvozalarni ochishga urinmadi, hazratim. Yolg'on. Mirza Ulug'bek varqirganda qismi uning ovozi xirqirab chiqdi-da, birdan ig'ir jimjitlikka cho'mdi. Qarong'uda Shayxul Islom Burhoniddinning "Ya Parvardigor" deb pichirlishi va Mirza Ulug'bekning cho'ng-cho'ng nafas elishilar eshitildi. Dorg'i Miray Shohqini darvozada bormi? Yo'q, ulug' shohim. Dorg'a darvozaga kelishga urinmabdi. Bo'shat yo'lni. Mirza Ulug'bek varqiradi-da, taqatsizlanib xarildayotgan oq tulpurini qamchiladi. Achchiq qamchiga o'rganmagan arab arg'umoqi egizga bir sakridi-da, shamoldek uchib ketdi. Poytaxt darvozasi taqaldi. Salkam 40 yil hukmronlik qilgan va butkul Mavara unlariga mutlaq hokimlik qilgan tojdorga darvoza etilib qoldi. O bütün ömrünü bəxşəndə qılğan, hamda madrasa, muncha, jahonda tengdoshsiz rasatxona va kutubxonalarni bino qilib, olamga mashhur qilgan Samarqand uningga o'z darvozasini ochmadi. Ya Rabbi, qaysi gunoh uchun uningga bu xo'rliq, bu intiqomni ravo ko'rdi. Bog'larni dolqillatgan buran go'yo uni to'xtatmoqchi bo'layotgandek shiddat bilan ko'ksiga uriladi. Chang tuzang va osmon palaki ko'tarilgan g'azonlar yuz ko'zga shafqatsiz savadaydi. Eng ishonchlik amiri Sulton Shoh Barlas sotqinlik qildi. Amir jandori qayoqqadir qochib ketdi. Yulanchkum deb bilgan Dorg'i Miray Shoh poytaxt darvozasini taqib oldi. Bu qandoq melunluq, qandoq kazzoblik, nima degan rezillik? Bu mardud saltanatda kimga ishonish, kimga tayinish kerak? Ey yaratquchi egam! Bu xiyollardan yuragi o't bo'lib yongan Mirza Ulug'bek tishini tishlab, etini yana qamchiladi. Kuchiga to'lgan oq tulpar oltin eg'iz durukni chaynab kishnidi. Kuchiga to'lgan oq tulpar oltin eg'iz durug'ini chaynab kishnidi. Uning tuyoqlari ostidan etilib chiqqan
Taş ve çalmalar her tarafga vıjıldap uçatdı. Asmanda uçup yürgen gazanlar Mirza Ulug'bekning yüz ko'zlariga to'xtamay urilayotgan bo'lsa-mu, u hech nimani sezmaydi. Chunki qalbida to'lqinlayotgan alam tuyg'ulari og'riqni besib ketgan edi. O ko'nglida Xudoga sig'inib, ojiz bandangni kechirgaysan, qirg'inimda bu xo'rliqni manga ravo ko'rmagaysan deb iltijo qiladi. Bağlardan ötken etraf sel yoğurgandek buldu. Bağlardan ötkende etraf sel yoğurgandek buldu. Birdenden keyin aldı tarafta asman peleke taqaşqan paytaxt qo'rg'ini ko'rindi. Qarang'uda qo'rg'onning kun görülük tamları shundoq igiz ham mustahkam ko'rinadiki, uni hech qanday kuch yimirilmaydigandek tuyuladi. Suyu ət yazılı qurub ketgan cho'nqur xandak yanida Mirza Ulug'bekni yana bir top nökər kutib oldi. Ular orasida Shahzoda Abdulaziz bilan jiyanlari Abdullah va Abu Said Mirzalarmi bor edi. Bu uch shahzoda asabiylashgan holda u yoqdan bu yoqqa ot choptirib yurgan edi. Mirza Ulug'bek shahzodalarga pisand qilmay xandakdan ot choptirib o'tib, do'nglikdagi darvoza oldida to'xtadi. Buvisi Amir Temur yasatgan va darvozai ohanin deb atalgan bu quyma temir darvoza haqiqatmo chin taqalgan edi. Darvozaning ikki tarafidagi qorovul turadigan ikki munorda kimlardir ko'rinadi. Tamlarning bulunlarida va kuzatish teshiklarida allaqandoq qora soylar ko'zga chaliqadi. Biroq ularning hech qaysisi beshini chiqarib qaramaydi. Qalbida avj olgan alam to'lqinlaridan yuragi o'rtangan Mirza Ulug'bek ot choptirib kelib, itilib qolgan bu yo'g'on darvozani, osmon bilan bo'y talashgan bu egiz tomlarni ko'rganda, qalbidagi to'lqin pasayib, tanlari bo'shib ketdi. U o'z vujudida to'satdan paydo bo'lgan bu tuyg'uni aran yengib, Sarayvanga darvozani qoq deb ishorat qildi. Sarayvan itini devitib berib, qilichi bilan darvozani sharaqlatib urvidi to'pidagi mudardim. Kimsan degan ovoz anglandi. Men, dedi Mirza Ulug'bek o'g'usi qaynab. Tojdor Mirza Ulug'bek Ko'ragani. Darvozi ohanin namoz asrdan keyin shoh va gadoyga o'xshashla etikdir. Aç darvozani mel'un. Mirza Ulug'bek xuddi darvozani o'rib tag'ilgandek ot silib bordi. Shosh oq tulpor oldi puti bilan darvozani chopchidi-da keyniga yondi. Birdan jim bo'lishgandan keyin yuqoridan yana boyaqa ovoz angladi. Apu qilg'aysiz hazrati oliylari, Dorg'u Miranshah janoblari farmon berdi. Darvoza ochilmaydi. Taxt egisi men bo'laman. Barcha farmonlarim vojibdir. Darvozani och yoki dorg'uni chaqir. Bo'lmasa kallangdan ayrilsam muttaham. Mirza Ulug'bek so'zini tugatmayla tomning ustidagi munordan xirqiroq bo'g'iq ovoz anglandi. Onun kallasını eliş haddin emas. Onun kallasını eliş u yoqda tursin. O'zingning kallasiga ehtiyot qilgin. Muhammad Tarag'ay. Mirza Ulug'bekning tili kalvolishib, gangirg'inicha birdam turib qoldi. Bu xirqiroq bo'g'iq ovozning egisi har bir so'zidan zaharlanib turgan bu odam Amir Sulton Jandar edi. Astagfirullah. Bu mal'un lashkarlarni tashlab qo'yib, poytaxtga kelib olgan ekanda, o qachon qaysi yo'l bilan kelgandi? Onun darvozani kim nimishqa ichib bergandi? Bu imonsiz kazzoblar qachon til biriktirib olgandi? Bu diyanatsiz insonlar, bu amir unumalar, bu amaldor arboblarga la'nat, ming la'nat. Nagili bo'lsa, hamma yoqda makkarlik, zulm va soxtalik. Mirza Ulug'bek putining uchi bilan o'zangini dassab qaddini rusladi va butun vujudini lazzaga solgan alam to'lqinlarini zo'rg'a besib.
Emir Sultan Candar, dedi. Bəxt quşu kimning beshiga qo'ndiganligi yolg'iz Haq Taologa ayondir. Bəxt quşu meni tark etsa sening baxting, va lekin falakning chaqi o'ng cho'rgilab toj taxt yanada o'zimga qolsa, esingda bo'lsinki, putingdan darg'a esib, ostingdan o't quyman. Mirza Ulug'bek shundoq dedi-da, Amir Jandardan javob kutmayla, etining beshini keyniga burdi. Mirza Ulug'bek xandaqdan ot choptirib o'tishi bilanla uni shahzodalar urib oldi. Xiyoli har tarafga chechilgan Mirza Ulug'bek shahzodalarning hayajonli so'zlaridan faqat Shoh Ruhiya qal'asi degan so'zni anqirdi-da, mayli deb qo'l shiltidi. O qayoqqa, nima maqsadga ketayotganligini bilmaydi. Kallasini faqat birla o'y. İnsanlarning soxtaligi, yirginishligi va kazzobligi band qilib olgan edi. Sal o'tgandan keyin Shohruhiya qal'asiga ot choptirib ketgan shahzoda Abdulaziz qaytib keldi-da, u qattiq xosirgan holda duduqlab bir nimalarni deydi. Lekin uning so'zini tushunish qiyin edi. Mirza Ulug'bek Shohruhiya qal'asining taqvatilganligi, qal'a boshlig'i Turkmenbegi İbrahim Polat o'g'lining satqulluq qilganligini shahzodaning kekashlab qilgan gaplaridan aran anqirdi. Buni u aqli hushi bilan emas, allaqanday bir ichki tuyg'u bilan anqirib oldi-da, livini qattiq tishlaganicha o'ylanib qoldi. U birdam ikkilanib, qalbidagi alam bilan bir pas elishdi. Keyin arg'imqining beshini keyniga burdi. O Mirza Abdullatovga bosh egish, yaxshilik bo'lsa-mu, yomonlik bo'lsa-mu, o'z peshonasidan ko'rish qaroriga keldi. Hürmetli kitap anlaş grupidagi qarindoshlar, bugungi anlatışımız müşə tügüdü. Kelar qatim 10. mavzuda ko'rishimiz. Rahmat.